Konstitutsiya har bir davlatning eng muhim hujjati bo'lib, unda xalqning huquq va erkinliklari, jamiyatning boshqaruv tamoyillari hamda davlatning majburiyatlari belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasida ham inson qadri, uning farovon hayot kechirishi, erkin yashashi va munosib mehnat qilishi ustuvor vazifa sifatida e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. 2023-yil 30-aprel kuni O'zbekistonda umumxalq referendumi o'tkazilib, mamlakat konstitutsiyasining yangi tarixi bo'yicha butun xalq o'z fikrini bildirdi. Yangilangan konstitutsiyada moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga oshdi. Yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jamiyat hayotining barcha sohalarida, xususan madaniy merosni asrash va targ'ib etish yo'nalishida muhim huquqiy kafolatlarni belgilab berdi. Unda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash, tarixiy yodgorliklarni muhofaza qilish, ularni kelgusi avlodga yetkazish davlatning ustuvor vazifalaridan biri sifatida mustahkamlandi. Yangilangan konstitutsiyaning 61-moddasida ham fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy merosini asrab-avaylashi shart. Tarixiy, ma'naviy, madaniy, ilmiy va tabiiy meros davlat tomonidan muhofaza qilinadi deya aniq belgilab qo'yilgan. Bu o'zgarishlar amaliyotda madaniy meros sohasiga yangi bosqichni boshlab berdi. Endilikda tarixiy obidalar, arxeologiya yodgorliklari, muzeylar va madaniy qadriyatlar bilan bog'liq barcha jarayonlar yanada puxta huquqiy asosda olib boriladi. Bu esa yodgorliklarning holatini yaxshilash, ularni o'rganish, restavratsiya qilish va xalqaro maydonda targ'ib etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, konstitutsiyada madaniy merosni saqlash jarayonida fuqarolarning mas'uliyati va jamoatchilik nazoratining kuchaytirilishi ta'kidlangan. Bu esa tarixiy boyliklarning asrab-avaylanishi faqat davlatning emas, balki jamiyatning ham umumiy vazifasi ekanligini ko'rsatadi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning ushbu me'yorlari milliy madaniyatning tiklanishi, yodgorliklarning muhofazasi va ularni kelajak avlodga butun holda yetkazishga xizmat qiladi. Bu esa O'zbekistonning boy tarixi va madaniyati doimo e'zozlanishini ta'minlaydigan mustahkam asosdir.